Assalomu alaykum aka ukalar, hurmatli obunachilar, Islom Ustoz kanali a'zolari. Mana bugun Xudo xolasa juda ham chiroyli darvozamizni, afsonaviy darvozamizni o'rnatdik. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Aka ukalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Darvozamiz juda ham chiroyli chiqqan. Xonadoningizga juda ham yarashadi. O'zbekistondagi 2025-yildagi eng chiroyli dizayndagi darvoza bo'ldi. Bu darvozamizni Samarqand shahar Kattaqo'rg'onga olib kelib o'rnatdik, Payshanba degan joyiga. Hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Xudo xolasa juda ham chiroyli variantda tayyorlab o'rnatib beramiz. Sizning fayzli xonadoningizga ham aka ukalar shunaqangi darvozalar nasib qilsin. Aka ukalar, endi bu darvozamizni sizlarga ma'lumot qilishdan oldin iltimos qilamiz, bitta like tugmasini bosib, darvoza chiroyli chiqqan bo'lsa, chiroyli chiqibdi deb kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Endi darvozamizni sizlarga ma'lumot qilib beramiz. Do'stlar, darvozamizni eniga 3.60, bo'yiga 3.5 metr, eniga 3 metr, bo'yiga 290, 1 kvadrat metri 1.800.000 so'mlik varianti 2 qavatdan tayyor bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar, tepalariga kirish duolarini yozib qo'yganmiz. Xudo xolasa materiallari 2 qavatli eng full variantdagi darvozamiz. Stoykalarimiz 12 ga 5 shveller bo'ldi, rossiyskiy. Profillarimiz polni 6 ga 6 bo'lgan. Mana ochilib yopilishlari, eshiklarini holatini ko'ryapsizlar. Darvozamizni orqa holatini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Mana garajimiz bu alohida. Zamoklarni ham o'ta idealni qo'yganmiz. Orqa qismini ham ko'rib turibsizlar. Orqa oldi bir xil bo'lgan darvoza. Darvozamizni qalinligi mana 10 sm. Ko'rib turibsizlar, qalinliklarini. Darvozamiz orqasi ham, oldi ham, profillarimiz ham oldiga oldini ikkilik stenkasida bo'lgan. Listlarimiz ham polni ikkilik. Mana orqa qismi. Orqa qismiga bitta baho berib qo'yinglar akalar. Juda ham chiroyli chiqdi orqasi ham. Xudo xolasa divoyni bo'lgan mana. Polni qalin choklarni yopib berganmiz, hamma joyini, o'rtalari sentr zamok bo'lgan. Xudo xolasa bu yoqdagi katta darvozamiz orqa qismini ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli chiqqan. Zamoklari eng so'nggi chiqqan zamoklardan tayyorlangan zamoklarimiz. Materiallarni tushuntirib o'tdim. Polni darvozamiz ikkilikdan bo'lgan, listi ham, profili ham, chetidagi shveller, kurgovoy shveller bo'lgan, tepasiga yozilgan nalichkalari, qirg'oqdagi nalichkalari 30 sm dan chiqqan. Holatini ko'rib turibsizlar, xudo xolasa juda ham ideal holatda chiqdi. Oshiq-moshiqlarimizni ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Oshiq-moshiqlarimiz pachemnili, yog' kuyib, yog'lasa bo'laveradi. Kraskalarimiz mebelli kraska bo'lgan. Ko'pchilik bu yerda o'tib ketayotganlar ham ko'rishib, yog'och darvozamni, temir darvozamni deyishib so'rashib qolyapti. Bu temir darvoza mebelli kraska sachganmiz. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Chiroyli qilib tayyorlab beramiz aka ukalar. Bemalol murojaat qilaveringlar. Kraskalarimizga garantiya, darvozalarimizga garantiya qilib beramiz. Bu darvozamiz 1 oy, 2 oy davomida tayyor bo'ladi. Xudo xolasa bitta like tugmasini bosib aka ukalar yana obuna bo'laverasizlar kanalimizga.